Voy, hidini shirinligini jigar, yangi masla balonlar bilan qo'yib qo'ygan mashina yoqadi-yu hammaga. Xo'p, Isuzu so'raganlar uchun kommentariyada juda ko'pchilik Isuzu bormi, tayyori bormi deb so'raganlar uchun xudo tayyor bo'ldi mashinamiz. Xo'p, bir qator ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, bu mashinamiz yili 2016. Yurgan probeklari 860 ming yurgan. Bortlari xudo chiroyli tayyorlab qo'yganmiz. Mashinamiz zavodskoy Isuzu. Bu bo'tkali bo'lgan. Bunga chiroyli qilib bort tayyorlab qo'yib qo'ydik. Ya'ni zavod holatiga keltirilgan. Xo'p, mashinamiz jihozlangan, ya'ni 4 ta 400 talik metanlar bilan. Korobka, motorlarda ishi yo'q, tiniq holatda. Kelib, o'zlaring bir qator ko'rib, tekshirib olishlaring mumkin. Bu mashinamiz o'zi 5 tonnalik Isuzu 12 tonnagacha yuk ko'taradi bemalol. Operator bir qator ichlarini, yonlarini obzor qilib o'tib ko'rsatib o'tasiz, ichlarini bir qator. Xo'p, mashinamizga keladigan bo'lsak, balonlari 6 tasi yangi qo'yilgan. Imino bugun qo'yilgan. Yana bir qator ko'rsatib o'tadigan narsasi, yangilik qilganmiz. Mashinamizga havo kompressor, respirator qo'yilgan. Mashinamizga yangilik qilganmiz. Bu mashina o'zi respiratorlarimiz ko'proq havo mashinalarida bo'ladi. Endi biz bu mashinaga yangilik qilib qo'ydik. Bu mashinani o'zi spesteknika minib yurgan shopir akalarimiz bilishadi. Endi bu mashinamizda hamma jihozlarigacha, elektronikalargacha qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, bugun olasiz, ertaga birdan ishga chiqib ketasiz, tayyor holatda. Buni narxi aytib o'tishdan oldin, iltimos shu videomizga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarimizni o'tkazib bormaslik uchun. Bu mashinamizning narxi 32.800 deyapti. Ustida kelishadigan joy bor. Xudo xolasa kelsalang, chiroyli narxda kelishtirib, yo'lida qilib berishadi. Bu mashinamizni do'stingizga Isuzu olmoqchi bo'lgan yoki tanish bilishlaringizga yuborib qo'ying. Savob bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat.